ko'rpangga qarab oyoq uzat degan. Ko'rpa 20 santimetrmi? 15 santimetr oyog'ingizni cho'zing bo'ladi. Nima kerak? Quruq karandalikni, quruq oltachilikni. O'zi bir oyda o'zi 7 million zo'rg'a pul topadi. 3000 dollar nasiyali narsani oladi. Nima bo'ldi? O bo'shna qilib mashina mindingiz. Nima to'q, nima olib beradi sizga shu? O mana xo'p, siz telefon deydi. Xo'p, orqada olmasi bor falon pegin. Xo'p, oldingiz. Nima bo'ladi? Nima o'zgaradi? Telefoningiz o'sha 12:00 yo telefoningiz hozirgi chiqqan yangi 16. Xo'p, siz men deyman, o'sha so'ltamadman deydi. Nima o'zgaradi? Taka bo'lsin, sut bersin. Hozir shunaqa yoshlarning ichida afsonaviy boyiman deb turib botib ketdi, ishoning, vashib rasos chiqib ketdi. Ota-onasi boshini ko'tara olmay qolyapti. 10 ming, 50 ming, 100 ming oddiy hol. Ha desa, ana 100 mingga tushib ketdi deydi. 100 ming so'mmi desiz, yo'q deydi, dollar deydi. Ha tushimizda ham 12 ming, 13 mingdan oshig'ini ko'rmayapmiz hozir tushda ham. Deganim bolalar, yolg'on hayotga aldanib qolmanglar.